pulni filosofiyasini, pulni falsafasini, pulni psixologiyasini biladigan ustozlar 3 ta qoidani aytishyapti. 3 ta qoida. Bu sizni boy qiladi. Mana shu qoidani qiladigan bo'lsangiz, siz 3 oydan keyin men sizga kafolat berib aytaman. Agar hech kimni qarg'ishini olmagan bo'lsangiz, agar hech kimni norizo qilmagan bo'lsangiz, hech kimni haqqiga xiyonat qilmagan bo'lsangiz, mana shu 3 ta ishni qilganingizdan keyin sizni hayotingizda pullar oqib keladi. Birinchisi, siz topgan pulingizni 10%ni onangizga qo'ying. Masalan, deylikki, bugun sizga 1 million pul tushdi. O'sha 1 million 100 mingini siz albatta ota-onangizga berishingiz kerak. Pulni o'zini berishingiz kerak. Ko'plar mashina sovg'a beradi, ko'plar uy beradi. Bu xato, do'stlar. Bu xato. Siz topgan pulingizni ota-onangizga berishingiz kerak, chunki ular sizni hayotga kelishingizga sababchi bo'lgan odamlar. Bu birinchisi. Ikkinchisi, siz topgan pulingizni 10%ni o'zingizni sayohatingiz uchun, o'zingizni mazangiz uchun, restoranda ovqatlanishingiz uchun, eng chiroyli kiyimlar olib kiyishingiz uchun, o'zingizga kayf beradigan narsa nima? Masalan, Yusuf, qo'rquvdan qutulishni endi aytaman. Hozir mana shuni eshitib turinglar. Yozmay turinglar. Chalkashib ketaman chunki. Keyingi 10%ni siz o'zingizni kayfingiz uchun ishlatishingiz kerak. Masalan, mana bunaqa narsa bor, hozir tushuntiraman. Ko'pincha bizda mana bunaqa narsa rivojlanganda, masalan, kofeni 5 mingga olsa bo'ladi, jvachkani 5 mingga olsa bo'ladi, lekin hech bir zaman Xudo ko'rsatmasin 150 mingga kofe olib ichish mumkin emas. Masalan, nimaga shunaqa? Bu xato narsa. Bilasizlar, mana Coco Chanelni yaratgan odam, ayol qanaqa bo'lgan? 7 oyligini yiqqanda restoranga borib o'tirib 7 oylik maoshini bitta salat yoki ovqatga sarflagan. Nimaga shunaqa qilgan deb o'ylaysiz? Chunki u tevaragidan o'tgan milliarderlarning hidlari, milliarderlarning o'sha aromatlari, milliarderlarning fikrlari, energiyalariga to'yinib keyin o'sha darajaga yetgan. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'sha sizni topgan 10% pul sizni o'zingizga berishingiz kerak. Ya'ni 3 ta konvert qiling. Masalan, bu gal sizga sof foyda 1 million qoldi. 100 ming ota-onangizga, 100 ming o'zingizga, 100 ming boshqa yetim yesirlarga, yordamga muhtoj odamlarga. Masalan, ko'pchilik singlisiga beradi, begonaga bergandan ko'ra senga beray. Singlisini puli bor, lekin unga beradi. Bu noto'g'ri. Birinchidan siz qilishingiz kerak bo'lgan ish, siz haqiqatdan ehtiyojmand odamlarga berishingiz kerak. Qo'shningiz yoki kimdirda, tushunyapsizmi? Keyingi, demak, 10% ota-onangizga, 10% o'zingizga, 10% yetim yesirlarga. Men sizlarga kafolat berib aytaman. Pulni falsafasini, pulni psixologiyasini 30 yildan beri, 60 yildan beri o'rganayverib ustozlar shu xulosaga kelishgan. 1928-yilda, 1938-yilda yozilgan kitoblar. Ota-onangiz bo'lmasa, ularni nomiga alohida zakot bering. Mana shu, masalan, hozir siz 10% yetimlarga berdingiz, ota-onangiz yo'q, demak siz 20% berasiz. Tushunyapsizmi? Demak siz 20% berasiz. Yetim yesirlarga, masalan, masjidga kursi, anaqa stul olib qo'ying deyiladi. Yoki bo'lmasam, og'ir bolnitsada yotgan og'ir bolalar bor-ku, shularga. Ular shunaqa. Ana o'shanda bizning pulimiz, barakamiz ochilar ekan. Tushunyapsizmi? Mahfuza ko'rinmayapman, chunki videoni ochsam antenna yaxshi bo'lmayapti. O'shaning uchun men shunaqa qarorga keldim. Ovozim cho'tki boryapti. Endigi masalada, demak, biz qiladigan ishimiz, yagona ishimiz mana shu qoidani asos qilib olish. Ota-onaga nima uchun berish kerak, bilasizmi? Ota-ona sizni hayotga kelishingizga sababchi bo'ldi. Sababchi bo'ldiki, siz ularni, masalan, ota-ona bu sizni davom ettiradi. Siz ota-onani davom ettirasiz. Bir-birimizmiz, ya'ni ota-onangiz bu siz bu ota-onangizsiz. Bu nima degani? Ota-onam o'ldi deb o'ylamang. Sizda ota-onangizni DNKlari davom etyapti. Siz uni tashiyapsiz. Siz uni o'zingiz bilan olib yuribsiz-da. Demak, bizning ichimizda o'sha 5 yashar bola har doim yashaydi. Siz mana har doim biz mehnat qilamiz, lekin nimaga mehnat qilayotganimizni unutdik. Biz yaxshi yashash uchun xizmat qilayotgandik, yaxshi yashash uchun servis qilayotgandik, yaxshi yashash uchun xizmat ko'rsatayotgandik. Lekin nimaga biz o'zimizni minnatdor qilmaymiz? Nimaga biz o'zimizni to'yintirmaymiz? Nimaga biz o'zimizga yoqadigan kiyimlar, o'zimizga yoqadigan restoran, o'zimizga yoqadigan narsa, hech bo'lmasa topgan pulingizni 10%ni nima uchun o'zingizga sarflamayapsiz? Axir biz yaxshi yashash uchun ishlamayotganmidik? Axir biz baxtli yashash uchun ishlamayotganmidik, do'stlar? Tushunyapsizmi? Demak, ikkinchi masala bu.
ichingizdagi 5 yashar bolani norizo qilmang. Ota onangizni rozi qilganingiz qadar o'zingizni ham shunaqa rozi qiling. Uchinchisi, demak, yetim bolalar yoki ehtiyojmand bolalar, kambag'al oilalarga pul nimaga beriladi? Ularga pul bergan paytingizda deyalimki, masalan, sizda bir deyalimki 1 million pul berish ehtiyojingiz bor. Lekin shunaqa oilalar bor, judayam anaqani, nima edi? Sizni 1 million pulingiz ularga 1 yilga yetadi. Ya'ni men shunaqa misol keltiryapman. Общийda точно shunaqa bo'ladi degan gap emas. Ya'ni sizni oyligingizni, topgan oyligingizni ular 6 oy, 7 oy yeyishi mumkin-da. Siz 1 million topsangiz, masalan, bir kunda siz bergan pul ularga juda katta ko'rinadi va ular sizni ota-onasi, o'sha bolachalar butun vujudi bilan sizni duo qiladi. Sizni duo qilgan paytida shunaqa gap bor-ku, Qur'onda ham bor. Duo taqdirni o'zgartiradi-da. Ular sizni yetimlar, o'sha kambag'allar sizni duo qilgan paytda sizni ishlaringiz yurishib, go'zallashib, hammasi barakangiz oshib boraveradi. Shuning uchun bu 3-qoida. Mana shu pul falsafasida, baraka falsafasida, pul psixologiyasida mana shu 3 ta qoidani qiladigan bo'lsangiz, sizda hech qachon minusga kirish bo'lmaydi.